Matiskaga mana bunaqa bir taxnaytirib qo'yib qo'yishdi 3 litrga. 3 litr zamikat qilyapti, simim qizib ketyapti aka. Endi orqada samofer qo'ygan ekan. Samofer qo'yishgan ekan. Hozir simlarni boshqa simga o'zgartiraman. Yangi bunaqa tulpanni olib kelgan. Qo'yib beraman deb mana qaryapman. Simlarni ko'ryapsizlar. Orqadan ham chiqazib. Faqat sidini qotirganda mana mashinaga qotirib qo'ygan. Aybini ko'ryapsizlar qattaligini. Endi biz hozir buni olib kelgan yangi tulpanni olib qo'yib, sidinalarni boshqatdan hammasini joy-joyiga qilib, simdan akkuratni o'tkazamiz. Shunaqa o'tkazadigan bo'lsanglar, o'zinglar ham mana shu narsalarga e'tibor bersanglar, xudo xolisa, o'zinglar ham qila olasizlar buni. Bunaqa qiyin ish emas, endi baribir ozgina ish ustasi bo'lgan yaxshiroq. Xohlasanglar mana shunaqa videolarimizni ko'rib, o'zinglar ham sekin-sekin xulosa olib, o'zinglar qilsanglar ham bo'ladi.